Men bilan tanishganingizdan beri qanday muammolaringiz bor edi, qanday yechim topdi? Men mutaxassisligim sifatida nimalarga guvoh bo'lganingiz haqida sizdan so'ramoqchiman. Tuberkulozga yotgan bitta jiyanimizni ham borib bir ko'raylik deb Iltimos qildingiz. bordik birgalikda. Chiqib kasallik haqidagi qog'ozlarini ko'rsatib bunaqa qilganga. Sen bu yerni kasali emassan deb aytdim, Bu to'g'rimi? tuberkulozga yotadi. Sanga faqatgina yil oldin qattiq ko'kragingga udar bo'lgan, o'sha tufayli seni qaburg'ang, o'pkangga qattiq suqilib, jarohat berib, o'sha tufayli suv to'planib, sanga mana shu kasallikni olib kelgan deb tashxis qo'ydik. Shu bilan bular tuberkulozga noto'g'ri davolanganini bilib, tuberkulozdan chiqib, boshqa xil davolanib, o'zini kasalligiga davo topib ketganiga guvoh bo'ldik. Rahmat. Endi sizni yana bitta xolangiz sog'liklari yo'q edi. Xolangizni ham borib ko'raylik deb xabar oldik. U kishini qanday diagnostika qildim? Xolamizdan ham birgalikda ko'rishga bordik. U kishini ham holatlari juda og'ir ekan. U kishi kasalliklarini o'zlari tushunmagan holatga davolanib, qanchadan qancha ukollarni olib, xarajat qilganlarini aytdilar. Hassoga suyanib qolgan ekanlar borgan vaqtimiz. Tashqari chiqib kirishlariga ham juda holatlari og'ir bo'lgan ekan. U kishini juda sahrlari baland, bir necha yildan bozun sahrlar bor ekan. Uni doktorlar u kishi sahrlarini aytmasdan turib davolab, katta pullarga ukol dorilar qilib, u kishini sog'aytirishga o'rniga o'sha oyoqlarini suyagini og'rig'iga chidolmayapman dedilar. U kishini davolanish rentgenlarigacha ham, tomografiyalargacha ham osteoxondroz davolanishi dedi. Olib borib Sahr barchaga joylashtirdik. U kishi bir haftani ichiga oyoqqa turib, o'zlarini sahr bo'lganliklariga o'zlari guvoh bo'lib, davolanib yaxshi bo'lib ketganlariga guvoh bo'lgan. Men tushlarini holatini so'radim, uyqularni so'radim va boshqa har xil yo'nalishda o'zimning mutaxassisligim bo'yicha u kishiga diagnostika qildim, to'g'rimi? Yomon tushlarni ko'rganlarini aytib, sog'liklari juda ham og'irligini aytganlaridan keyin biza u kishiga sahr analiz qilib guvohi bo'ldik. O'shada guvoh bo'lgan, vrachlar analiz olib, keyin yotqizib davoladi. Qanday bez paydo bo'lib nimash bo'lgan edi? Qo'limga bir keraksiz yotib go'shtday bir narsa paydo bo'ldi. Shunda bu kishi 2-3 marotaba shu qo'limni ushlab davoladilar. Shunda bu bez asta-sekin o'zi yumshoq holatga, oldingi holatiga qaytib, sezilmay so'rilib yo'qolib qoldi. Lekin u bez birdan o'simtaga o'xshab paydo bo'lgan narsa edi, to'g'rimi? Qattiq bo'lib, bezovta qilib boshladi. Shu bilan og'riydimi? Singib ketib, sezilmay yana o'z holiga so'rilib ketdi. Do'ma intervyuingiz uchun sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat sizga.